Qancha yildan beri odam yashamaydi? 100 yildan beri odam yashaydi. Molda yashagan ekanda o'zi ham. Endi bitta molimiz bor. Ayol kishi yashamaganmi bu yerda? Endi jonim singlim, shu o'zim ham ayol xohlayman. Mana shu murg'akkina qalb sohibini. Mana istovimdan xabar olayotgan bir ayol bo'lsa boshimda ko'tarib yuraydim shuni sizda. Erim bor. Qirqa bo'lmasa uyda soting, ishingizni qiling. Uyat, o'g'ling bilan kuppa kunduzi. Realtor bu. Men bola ota-bocha ikkoving realtorbozlik qilyapsan uyga. Ey, tushunmasalaring men aralashma. Mana bu. Sizga aytsam zamonaviy oshxona bo'ladi agar zakon remont qilinsa. Mana shu yerda men o'zim sizga zakonni pochalardan pishirib. Yigitim bor. Deb olsang kartondanmi deyman? Voy er deysiz endi yigit. Yigit, bu da sherim. Shans bor. Uyda sotishgan dada. Ha. Qopadi. Kecha singlim tushimga kiribdi. Assalomu alaykum akajonim. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Uydagilar hamma Uyat emasmi? zakonnimi? Hamma Yoshingizni qarang. yaxshi yuribdi. Ha, yo, realtor. Ha, mana. Siz qaracha, yangam qaracha, bu sapsariq bacha kim? Ye, onangning gir. Avtobusga bitta yangacha bacham ushlab turing dedi, qo'l ketdi, to's kelaman. Bo'ldi, erta dokumentlarni aytaman. Mayli, sog' bo'ling. Yigitim bilan urushdim. Bekor qilibsiz singilcha. Men uyni sotib bo'ldim. Мои кайф заработан, потом и кровь.